Kuzda eng ko'p uchraydigan shamollash va grippning asosiy farqlari nimada? Shamollash odatda sekin boshlanadi va jarayon asta-sekin rivojlanadi. Shamollashda asosan burun bitishi, tomoqdagi og'riqda tomoqdagi qichishishlar bilan kechadi. Isitma ham subfebral darajada ko'tariladi, ya'ni 37-37,5 gradus Selsiyaga ko'tariladi. Grippda esa jarayon o'tkir boshlanadi va nisbatan og'irroq kechadi. Bunda burun oqishi, tumovlar bilan kechadi. Bunda kasalda tanadagi umumiy og'riqlar, umumiy holsizlikning kuchli kechishi bilan kuzatiladi. O'tkir shamollashda uy sharoitida qanday choralar ko'rish kerak? Shamollash agar o'tkir kechganda ko'proq suyuqliklar ichish, misol uchun limonli, asalli choylar ichish, ko'proq dam olish. Isitma yuqori darajada kuzatilganda isitma tushiruvchi dori vositalari, parasetamol yoki ibuprofen dori vositalaridan foydalanish mumkin. Kuz faslida kuchayadigan bronxitni qanday davolash mumkin? Kuzda kuchayadigan bronxitni davolash uchun asosan ko'proq suyuqlik ichish, xona havosidagi namlikni mo'tadil saqlash, yo'tal va balg'am ko'chiruvchi dori vositalarini shifokor tavsiyasiga ko'ra foydalanish. Bakterial infeksiya belgilari kuzatilganda antibiotiklardan foydalanish tavsiya qilinadi. Harorat ko'tarilganda antibiotik qabul qilish kerakmi? Harorat ko'tarilganda har doim ham antibiotiklar tavsiya qilinmaydi. Antibiotiklar faqatgina bakterial infeksiya aniqlanganda shifokor tomonidan buyuriladi. Isitma tushirish uchun esa isitma tushiruvchi dori vositalarining o'zi kifoya. Surunkali yurak-qon tomir kasalligi bor bemorlar kuz faslida qanday ehtiyot choralarini ko'rishi lozim? Shifokorlar tomonidan buyurilgan dori vositalarini o'z vaqtida ichish, sovuq havoda issiq kiyinib yurish, tuz va hayvon yog'larini cheklash, qon bosimini doimiy nazoratda ushlab turish.